Mening o'g'lim sizga men Turkiyaga 10 kunga poyezdlar bilan dam olishga va'da berdim. Tamam. Siz nima va'da qildingiz? Men sizga arab tili Qur'onini, rus tili Qur'onini va ingliz tili Qur'onini o'qib, oxirgi xatm tugatib va tugatganimdan keyin Muhammad Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hadislarini o'qib sizga topshiriq berishni so'z berdim. Ketyapti ishlarimiz. Yaxshi. Hozir Yunus surasida 15-oyatiga keldim. 10-pora bu. 20ta pora tugatsam bo'ldi inshaalloh. Inshaalloh ulgurasizmi? Inshaalloh ulguraman. Agar namozni ulgura olmay qolsangiz, bilet atmay qo'yamiz. Va'da. Men harakat qilaman inshaalloh. Javobgarlik yechilmaydi, bolam, bilasan. Ana endi men va'damni ko'rib qo'ygan. Nima biletingiz bo'ladi? O'qing yaxshilab. Uzbekistan Airways Ahmadjon Muhammad Amin 15-iyul 25-iyul